tez boy bo'lishda eng oson yo'li bu trading sohasida. Sizlar agarda trading sohasida futuresda ishlasanglar, bir kunda $10,000, $100,000, $1 million topishinglar mumkin. Ishonasizlarmi shu gapga? Bu fakt. Haqiqatdan bir kunda $100,000, $10,000 topganlar bor. Agarda sizlar Allohdan qo'rqmasanglar, Forex'da, futuresda bemalol ishlab kuniga $10,000, $100,000, $1 million topishinglar mumkin. Va yana bir eslatma, agarda uy joyinglar kerak bo'lmasa, oilangiz kerak bo'lmasa, albatta bu yo'nalishlarga kiringlar. Forex'da ishlanglar, futuresda ishlanglar, uylarni sotib tikinglar. Haqiqatan sizlar bu sohani orqasidan yo millioner bo'lib ketishinglar mumkin, yoki-da xor bo'lishinglar mumkin. Odamlarda psixologiyasida bor. Ya'ni tez boy bo'lishlik, tezroq pul topishlik va maqsadga tez erishishlik. Hech qayerda yo'q oson pul topishlik. Trading sohasida ham. Agarda sizlar trading sohasida tez boy bo'lishlikka shoshilib, joiz bo'lmagan yo'nalishlari bo'yicha harakatlансanglar, to'g'ri, hozir bir deganda sizlar $1,000, $10,000, $100,000 topishinglar mumkin, lekin yo'qotishda sizlar nafaqat pulinglarni, oilanglarni va o'zliginglarni yo'qotasizlar. Allohga taqvo qilgan holda va ixlos bilan tradingni spot yo'nalishida va halol bo'lgan aksiyalar bilan, halol bo'lgan coinlar bilan ishlasanglar, to'g'ri kuniga $1,000, $10,000, balki undan ham ko'p topmasliginglar mumkin. Oyiga $500 topinglar, $1,000 topinglar. Eng asosiysi halol yo'nalish bilan, halol kasb bilan toping.